Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz muhtaram qarindoshlarım. Qisqa muddat araliqda yana o'tirg'i chiqib qoldim. Nasriddin apandimdek Amir Temurning bashirisini ko'rishdan zerikib ketganlar. Bor bo'lsa, mening bashiramning bu qisqa muddatda ko'rinishi zeriktirib qo'ygan bo'lsa, afv so'rayman. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Tema ko'rib turganinglarda Google tarjimonidagi rasvochiliklar. Bu hammasi emas, shu Uyg'ur tili tavasidagi rasvochiliklar. Bu haqda abisonlar bilan deyishmek kerakmi, buni demesammi bo'lardi? Buni men halijiq o'yladim. Oxiri deyishni qaror qildim, qarindoshlar. Deyishim kerak ekan buni. Chunki bu bizning milliy sezgurligimizga, davlatchilik eni deydigan bu hukmga munosabatli taraflari bor ekan. Shunlashqa deyishga tegishli ekan. Shunlashqa o'tirib chiqib qoldim, kechiringlar. Bashiramni ko'rishdan zerikib ketganlar. Google tarjimonidagi millatlar tizimligida Uyg'ur degan bu suyumli ismning o'rin olishi kishining ko'ziga yosh keltiradi. Suyunish yoshi. Qarindoshlar, bu kichik ish emas. Bu haqiqatan cho'ng voqea. Balkim bu chet ellarda yillar yili elib berilayotgan jimi ish harakatlar ichida birdan-bir natija bilan tamomlangan bir ish bo'lishi mumkin. Bu ish o'mlikda kuch birlik ekanligining dalili ham natijasi. Shunga bu ishga safarbar bo'lgan, hassa qo'shgan qarindoshlarning hammasiga Alloh ajr ato qilsin. Endi falsafa tili bo'yicha shaylarning ikki yoqlimlikka ega ekanligi yoki har shayning eng az ikki yuzi bo'ladiganligi nuqtasidan aytganda, ko'pchilik tarafidan qilingan ish chapsam tutishdek ijobiy natija berish bilan birlikda odam to'la yerda eshak harom degandek natijami muqarrarlik. Google tarjimoniga so'z kirgizishga qatnashuvchilarning tarkibining murakkabligi har kimning til saviyasining o'xshash bo'lmasligi tufaylidan tarjimaning xato qilishi, dal tushmasligi so'zlarning qatorliq masalalar normal hisoblanadi. Lekin echinishlik bo'lgani milliy kimlik iniga munosabatlik, milliy sezgurlikka munosabatlik xato bo'lib, bu qo'llanilgan ilibba masalasidir. Bir millatning rasmiy bir ilibbasi bo'ladi. Bu tilga o'xshashli milliy qadriyatlarning biri hisoblanadi. Yoki bizdek bir millat uchun aytganda cho'qim shunday hisoblanishi kerak. Ommaviy tor sahifalarida tuman turlik yoziq qo'llanishingiz mumkin. Birlik kelmagan, har kim farqli harflarni farqli tovushlar uchun qo'llanadigan yozishmalar Facebook, Twitter, WhatsApp degandeklarni qo'llanilsa bir qarayiti yo'q. Ammo bir rasmiy so'rinda, rasmiy sanada faqat rasmiy yoziq qo'llanilishi shart. Bizning İsmail Chingizning Wang Jingwei hukumati 10 yillab Sharq Turkiston hukumatining tamg'isida bir mi Uyg'ur chiqat yo'q tamg'ini ko'tarib yurgandek qiliqlar kulkuliklar emas, rasmiy dushmanlik deb qaraladi yoki qaralishi kerak. Bu davlatchilik iniga munosabatli bir ish. Milliy sezgurlikka aloqador bir ish. Xo'sh. Uyg'urlarning birla rasmiy yozig'i bor. Dünya Uyg'ur yoziqi deb tanıydigan birli yoziq. Nayta afsuski o'qigan qarqosaqlar, bilarman qarqosaqlar bu yoziqimizni
bizni tarixga bağlagan yazıqni, ecdatlarımızga bağlagan bu yazıqni taki Farabi'den, Mahmud Qashqaridan başlap işletilayotgan yazıqimizni qalaqlıqning manbasi deb günahkar oğlaq qatarida tunaydi. Ve ilg'orlikning belgisi sifatida Latincha. Asli bu attaqmi to'g'ri emas. Asli to'g'risi roman ilifbasi degan ilifba bu. Şu roman ilifbasini qo'llandi bu ilg'orlar. Yine nayt üsep algı ketken ilg'or tabiqi. Qo'llansın, uni o'zining shaxsiy yozishmalarida qo'llansa bo'ladi. Ama resmi bir sorunda bunda qilish bir turlik milliy haqoratdir, qarindoshlar. Pastkeşlikdir bu. Düşmanlikdir bu, qarindoshlar. Google tercümanını sınap işletip baktım. Üzüm guman qilgan so'zlarning inglizcesini yozib ko'rganimda hatto qiril ilifbasi bilan yozilgan so'zlar ham bor ekan. Bu albatta O'rta Osiyolik qarindoshlarimizning bu ishga qo'shgan parlaq tuhfasi. Men potato degan so'zni yozsam, yangyu degan qirilcha tarjima chiqdi. Ilifba qirilcha, so'z xitoycha. Bu yerda ikki chataq bor. Birinchidan, Xitoylar bilan aralashib yashayotgan xalqimiz, Xitoy hukmronlik ostida yashayotgan xalqimiz so'zlarning saf milliychi bo'lishi yo'lida tirishayotgan ekan, O'rta Osiyoda Xitoy hukmronligi bo'lmagan muhitda bu so'zni xitoycha ishlatgani bir g'alat bo'lsa, Uyg'urchada rasmiy o'rinda asha qirilchilik ishlatgani yana bir g'alatdir. Muşu münasebet bilen yazıqımız yoki yazıq haqida biraz kasıldashga majbur oldum. Yazıq bir paroldan yoki bir shifrdan iboratdir. Ya'ni bir millat a'zolari tarafidan kelishib olingan bir parol yoki shifr. Yazıq til tovushlarini xotirlaydigan belgidan iborat. Bu tilshunoslik kitoblarida yoki grammatik kitoblarda, fonetik kitoblarda yazıq degan nima degan savolga beriladigan o'lchamlik javob bu. Yazıq til tovushlarini xotirlaydigan belgilar sistemasidan iborat. Yoki ilifba degan nima. Bu ta'bir bo'yicha yazıqda milliylik olmaydi deb qarash mumkin. Bu ta'bir bo'yicha olganda. Chunki Tavuşni xotirlaydigan belgini biz qanday kelishib olsak shunda bo'laverdi degan gap. Bunda kelishib olsaqmi bo'ldi, anda kelishib olsaqmi bo'ldi. Bu kelishib olingan belgi bo'lgandikan, buningda milliylik bo'lmasligi kerak. Lekin bizdek qismatdagi bir millat uchun aytganda milliylikka ega. Milliylikka ega bo'lib qolmay, balki jiddiy ma'noda bir turlik milliy qadiriyat. Çünkü biz yok qilinish qismati bilan yuzlashib turibmiz, qarindoshlar. Tariximiz burunlanish o'rnilyapti. Bunday bir ahvolda bizni tarixga bog'laydigan, ajdodlarimizga bog'laydigan yazıqimizda albatta milliylik bor. Shundaqla bu 1000 yillik musofada bizga hamroh bo'lib kelgan bir yazıq, madaniyatimiz, miroslarimiz xotirlangan bir yazıq. Shuni uningda masxirvozlik bilan muomala qilish, uningga masxirvozlik bilan muomala qilish, kichik bolacha muomala qilish munofiqlikka barobar. Ochiq dushmanlik. Uzundan beri peylimni tutqizayotgan, tishlarimni qarishtirayotgan ba'zi atalg'ular bor. Ancha-muncha ko'zga chalqib turadigan atalg'ular. Shu yazıqqa munosabatlik. Bunimi deb o'tib ketay. Ba'zilar ko'niziq deb ataydi yazıqimizni. Kona degan bir sifat bilan sifatlangandan keyin bu yerda cho'qim aqlga keladiki,
Yeni yazık deydigan yana bir yazık buluş gerek. Muşundaq ikki yazık bolgan vaqtida birisi kona, birisi yeni bolgan vaqtida andın işletildi bu. Bunda süpet bilen ataş. Bu mu intayın bemane ve hata hukum qarindoshlar. Çünkü bunda deydigan zaman o'tmishda qoldi. 1963 yıldan 1983 yılgacha bo'lgan 20 yıllık bir mezgilde. Xitaylar bizni tariximiz bilan bog'lanishimizni uzib o'tish uchun tezroq xitoylashtirish maqsadida tuzib bergan til assimilyatsiyasi uchun qulaylik ta'min etishni asos qilgan bir ilibba kun tartibda bo'lgan mezgilda. Shu 20 yilda koni yiziq, yeni yiziq degan atalg'i qo'llanilgan edi. Chunki iqishda ikki yiziq bor edi. Endi o atalmış yeni yazık yok. Birli yazıqımız var. Birli yazık olganken onu yeni, kona degan sifatlar bilan farqlantirish ehtiyojimi yo'q. Bunda ehtiyoj yo'q. Agar uni davomli koni yazık deb ataydigan bo'lsak, bizning yana bir yazıqimiz borligini ishora qiladi. Bu xato mashundan kelib chiqadi. Çünkü bizden başka bir yazıqımız yok. Oturdu tonulgan, dünya Uyghur yazıqı deb itiraf qilgan ve şundaqla bütün Uyghur milletide birlik kelingan yana bir yazıqımız yok. Bugünkisi fakat birli yazıq. Onun ismi Uyghur yazıqı. Yoki hozirgi zamon Uyghur yazıqı. Yangi konusu emas. Yana ba'zi bilarmanlar xususan g'arbleşken madaniy tabiqimiz yoki qo'ni ziyolilar tabiqisi ham bunga qo'shilib O'rta Osiyo Uyg'urlari bu yazıqimizni arabcha deb ataydi. Arabcha. Endi bunun asos bo'lgan narsa nima? İlibbamizning arab ilibbasidan tug'ilganlik. Bunu bilmez. Lekin o Arapça emas, Uyg'urcha. Bizden başka yana qaysi millet o'zining milliy yazıqini Arapcha yoki palancha deb boshqalarga tavba qiladi. Shunda misoldan birini ko'rsatdim. Har qanday bir millatdan, Yevropalik, Osiyalik, Afrikalik. Arapcha, palancha, pistancha deydigan o'zi ishlatayotgan yazıqni. Bütün Avrupa, hatta Asiya, Afrika'daki burun yazıqı bo'lmagan millatlarning hammasi roman ilibbasi ishlatadi. Buni bilishlar uchun. U holda biror fransuz yoki biror nemis yoki Dutch va yoki bir Hungarian yoki bir Polak o'zi ishlatayotgan yazıqni romancha deganni anladikmi? Yoki inglizcha deganni anladikmi? Dunyodagi ilibbalar guruhlaştırsanız bir neçe guruhga toplanadi. Bir-biriga o'xshab ketadigan bir neçe guruhga toplanadi. Bulardan bizga tanishlik bo'lgan bir nechasini misol qilsak, Arab ilibba sistemistik yazıqlar. Arab ilibba sistemistik yazıqlar. Yani bunun aslisi Arab ilibbasidan kelib chiqqan ve islohot elib berib milliylashtirilgan degan gap. Yana biri roman ilibba sistemistik yazıqlar. Bu butkul Yevropaning yazıqi. Shundaqla Asiya, Afrikadami
mustamlika davridan boshlab yeziq qo'llanishga boshlagan millatlarning yeziqimi roman ilibba sistemasida. Bizning atalmış yangi yeziq deganimizmi roman ilibba sistemasidagi yeziq. Ana yana Slavian ilibba sistemasidagi yeziqlar. Buni Bulgaricha, Yugoslaviyadagi sobiq millatlar, ammo ularning nurg'unlari hozir roman ilibbasiga o'tib ketdi. Ukrain, Belarus va sobiq Sovet ittifoqidagi barliq yeziqlar. Amaliyotda hammasi farqli belgilarni o'z ichiga oladi. Fransuzlar ishlatayotgan ilibbami roman ilibbasi, lekin nemischadan farqlanadi. İngilizce'den farqlanadi, Türkçeden farqlanadi. Her milletning o'ziga xos bo'lgan tavushlari harflarning farqli bo'lishini keltirib chiqaradi. Shunga millatga maxsus bo'lgan tavushlar, millatga maxsus harf belgilarini barliqqa keltirgan. Arabchada G yo'q. Bu G'ni farslar ijod qilgan, qo'shgan. Ve bizning tavushimizdami G bo'lganligi uchun bu farschadan kelyapti bizga. Arabchada P yo'q. Buni farslar bizning ilibbasiga qo'shgan ve bizmi farschadan qo'shdik buni. Endi bularda yo'q, ü tavushlari var. Uni biz o'zimiz ijod qildik. Qarindoshlar. Mana shunday qilib her millat o'ziga maxsus bo'lgan milliy tavushlarini ilibbada ifodalash uchun milliy harf belgilarini qo'shib barliqqa keltirdi bu ilibba. Shuning bilan bu farq barliqqa keldi. Xuddi ayni vaqtda atalmış yangi yeziqimizda roman ilibbasi sistemasida bo'lishib qaramay, hech millatda bo'lmagan G va Q tavushlari. Shundaqla xosli Xitoy tilidan qabul qilingan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilsan, to'g'ri yozasan deb majbur qilish uchun Xitoychani debla 4 harf qo'shilgan. Bu yangi yeziq degan yeziqqa. Başka milletning tavushini to'g'ri xotirlash uchun harf bo'lmaydi hech qanday ilibbada. Chunki ilibba milliy. Lekin bizga ashuni tangan. Bu yeziqning tanilganligini ana shundan ko'rgan oldu. Deganda bunda tavush Uyg'urchada bormi? Yo'q. Lekin Xitoychani aynan yozasan degan majburiyat bilan qo'shib qo'ygan. İlibba degan mana shunday xosliklar bilan maydonga keladi. Her millatning o'ziga xoslik ilibbada aks etadi. Shunlashqimi hech kim bizdek ma'tu gapni qilib, saranga o'xshash gapni qilib, o'zining yeziqini arabcha yoki palancha demaydi. Arab ilibba sistemasiga mansub bo'lgan yana nurg'un yeziqlar bor. Ordocha var. Ordolar uni nima deydi? Ordocha deydi ne? Arabcha demda demaydi. Farscha var. Farslar nima deydi? Farscha deydi o'zining yeziqini. Arabcha demaydi oğlum. Xuddi shunga o'xshash pochtolarmi shu, sentlarmi shu va yana boshqa bu sistemda ilibba barliqqa keltirgan millatlarning hech biri bizdek bundaq ma'tu gapni qilmaydi. Agar buni anlab baqqanli bo'lsa, misol keltirsin bizga, paket qo'ysin. Ma Yevropadagilardan qo'ysin. Yevropada hammaning kelib chiqishi roman ilibbasi. Ammo hammasining o'ziga xosliklari bor. O'xshamaydigan harflari bor. Ustida chikitlari bor, tagida quyruqlari bor. Xuddi shuningdek bizdimi Arabchada hech bo'lmagan harflar bor. Chunki Arabchada hech bo'lmagan tavushlar bo'lganligi uchun.
bu forum bo'yicha bo'lgan O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz qo'llanayotgan yozuvni biz ruscha deb turib olsak bo'ladi-ku. Xo'sh. Endi talash tartishga o'rin yo'qki, bizning birla rasmiy yozuvimiz bor. Hozirgi zamon Uyg'ur yozuvi. Bu yozuv butun dunyo tarafidan Uyg'ur yozuvi deb bilinadi. Chet elliklar Uyg'urcha o'rgandik deganida, o'rganmoqchi bo'lganida bu yozuv bilan qo'shib tilimizni o'rganadi. Microsoft Windows mush yozuqni Uyg'urcha deb tunib, Windowsga mush yozuqni kirgizdi. Windowsda Uyg'urchada boshqa bir yozuq yo'q. Yangi kona deb ikki xil yozuq yo'q. Shundaqla dunyo tillari haqida tadqiqot olib qo'ygan kitob yozganlarni bu yozuqni Uyg'ur yozuqi deb tunib keldi. Nima ishga biz o'zimiz tadqiq qilamiz? Bu qanday milliy sezgurlik bu? Bu qanday milliy ruh bu? Qanday matuluk bu? Qarindoshlar. Dünyadaki tillar. Bu kitapta 200 xildan ko'proq til o'rnak tanıştırılgan. Bu kitap yazılgan ve nashr qilingan zamanlar dal bizning atalmış yeni yozuq ishlatayotgan chaqlarimizga to'g'ri keladigan bo'lishiga qaramay, Uyg'ur tili tanıştırılgandan keyin berilgan bir abzas Uyg'urcha misol hozirgi zaman Uyg'ur yozuqi bo'yicha berilgan. Ne Kral ilipbesi, ne Roman ilipbesi emas. Uyg'ur ilipbesi. Demek, dünyamı yeni yozuq degan narsaning Xitoy hokimiyati tarafidan bizga tengilgan madaniyat tajovuzchilik ekanligini bilgachga misolni yeni yozuq deb bermagan. Bo'lmasa shu yeni yozuqning zamonida chiqqan bu kitap. Uyg'urcha emas, buni inglizcha shu zamonda chiqqan. Bu kitapta kösanlı o kadar acayip garayip yazıklar var. Mana bu so'zlayotgan arabcha. Farsça, Poshtucha, Urducha, Punjabi. Demek bu kitapta her bir millet, her bir til tanıştırılganda bu tilge bir abzas misal verilgen. Şu millet qo'llanayotgan ilipba bilan, şu yozuq bilan berilgan bu misal. Buningda berilgan Uyg'urchaning misoli hozirgi zaman Uyg'ur yozuqi bilan berilgan. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yay, bu kitob yozilgan, nashr qilingan zamonda biz yeni yozuq qo'llanayotgan zaman bo'lishiga qaramay, bu misol yeni yozuqda berilmagan. Uni dunyo e'tirof qilmagan, Xitoylar tarafidan tanilgan deb buni. Qarindoshlar.
biz bir milliy qadriyatimizga, bir milliy belgimizga bu qadar yengiltaklik bilan, bu qadar ma'tularcha, bolalarcha muomala qilmaylik qarindoshlar. Dunyo birlikka kelgan ekan, biz o'zimiz nimaga talashimiz buni? Naqadar bag'razlik bu. Endi qarindoshlar, Google tarjimonida Uyg'ur degan bu suyimli ismning ko'rinishidek muvaffaqiyatdan keyin endi uni qo'llanishli qilish xizmati tamomlanmagandek qiladi. Ya'ni uni ishlatkili bo'lmaydigandek qiladi hozir. Shunga Uyg'ur tili mutaxassislari, til bilimi bo'lgan ziyolilar tirishib, tayyorlab, tuzitib chiqishga to'g'ri keldi. Ba'zilar shundalar yutug'i uribla atgan gap. Münasibetsiz. İngilizcesi bilan hech qanday munosabati yo'q. Ashla so'zlarga ushqudum. Buning hammani tekshirib bo'lishga imkoniyat yor bermadi. İnşallah buni kelgusida davomli vaqt chiqarib tuzitish elib berishimiz mumkin. Şunu bu xizmatni cho'qim til bilimi bo'lgan qarindoshlar qilsa, boshqalar qalayimqanchilik terimasa, bo'libmi O'rta Osiyoda qarindoshlar has qo'shmasa deb umid qilaman. Naq maydondan tayyorlash mumkin ekan buni. Men bir necha so'zni o'chirib boshqani yozib baxtim, qiyg'ili bo'ladi ekan. Masala yana ba'zilar bilmasdan, ba'zilar qasddan buzg'unchilik davomlashmaslik uchun tuzitilgan so'zlarning muqimlashishi zarurlik turadi. Bo'lmasa men bugun tuzatgan deb bugun yollasam, ertesi başka birisi bunun teatrini yollasa, bunun ahiri çıkmaydigandek turadi. Bunu Google şirketi bilan aloqasi bo'lgan yoki so'zlashalaydiganlar so'zlashib, belgilik odamlarga tahrirlik huquqini ep bersa, boshqalar bunun bir nima yozolmaydigan qilib. Texmi joyida ish bo'ladi deb qarayman. Tuzitish o'zgartirishning ommaviy tusda bo'lishi bir az ishonchsiz, endishalik bir omil. Shundaqla buningga so'z kirgizish taxi tamomlanmoqda qarindoshlar. Bu yaxshi bo'lgan bir tarafda. Shunlashqa vaqt chiqarib til bilimi bo'lgan qarindoshlarimizning davomli turda en az her gün 10 dan söz kirgizib, bunu mükemmellashtirishini tavsiya qilaman. Yana bir qitim bu ishga hassa qo'shgan qarindoshlarimizga mushu ismning Uyg'ur degan ismning tizimlikda ko'rinishiga vesile bo'lgan qarindoshlarimizga Allohdan katta ajr tilayman. Allah ajrlarini bersin. Ama bundan keyin her kim bu ishni qilmasin, eng yaxshisi bilganlar qilsin qarindoshlar. Hammalarga rahmat. Allah yana bir qitim ko'rishguncha aman qilsin. Xayr xo'sh.